30 yil o'qisizlik qo'limda dedi bir olim shogirdiga. Nimani o'rgandingiz 30 yilda desa 6 qator so'zni o'rgandim dedi. Nimani o'rgandingiz? Yer yuzida o'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim dedi. 30 yilda 6 qator so'zni o'rganib o'qibdi va o'qibdi. Kirgizibdi mo qalbiga. Rizqi Allohning qo'lida ekan, g'am qilmadim deydi. Ikkinchisi nima desa, innamal mu'minun ikhwa debdi Alloh. Hamma mu'min aka-uka debdi. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashligim yo'q. Mag'ribdagi bitta musulmonga yomonlik yesa, xafa bo'ldim, bitta o'zimga aytgandek, mashriqdagi xursandchilik esa menga aytgandek xursand bo'ldim. Yaxshi. Yana nima o'rganmiz? Har bitta kishining do'sti bo'lar ekan deydi Ali shogird aytayapti domlasiga. Meni do'stim ibodat ekan deydi. Bular hech qaysi do'st emas ekan deydi. Ishonaveringlar, hech qaysi do'st emas. Chunki bu do'stlar qabr ustiga turib tortib qo'yib ketishib boradi. Lekin ibodat degan do'st bor ekan dedi. Men bilan qabrga